Voy, bugun lekin rost ezdilar. Shu bayroqdan kiyim kiyishga nima dedingiz o'zi esimdan chiqib ketdi. Qanaqa xulosa qildingiz? Ya, Jasina boshqa narsani aytdilar. Ha. Ataylab qiladi deyishadi, lekin rostdan ham shunaqa suvlarni ocha olmayman de. Keling, Shahrizoda, siz mushinalarga ochtirganingizdan ko'ra, men sizga shu suvni o'zim ochib beraman. Wow. Rahmat. Marhamat. Assalomu alaykum. Yana sizni darakchi sahifasi oshxona mazasi ko'rsatuvida boshlovchi Dilafruz Bahadirovna hamda bugungi modelimiz hammaga hozirgi kunda trendga chiqqan, ya'ni suvni ochish bilan trendga chiqqan qizimiz modelimizni bugun aynan o'zim oshxonamda ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Xush kelibsiz. Sizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Oshxonaga chaqirganimiz sababi siz bilan bugun bir mazali taomni tayyorlab ko'rsatmoqchimiz. Siz uchun podskaskalar qo'ydik. Aynan nima taom tayyorlaymiz deb o'ylaysiz? Bilmadim, qanaqadir sup bo'lsa kerak, dengiz mahsulotlari bilan. Men to'g'risi dengiz mahsulotlari unchalik yaxshi ko'rmayman. Shuning uchun разбираться qila olmayman bu sohada. Xo'p, bugun bo'lmasam siz bilan birgalikda Tailand oshxonasi deydimi, yoki Xitoylarnikimi bilmayman, xullas mazali tom yam supi, ya'ni tom yam tayyorlaymiz va buning uchun bizga kerak bo'ladigan mahsulotlar bilan birgalikda tanishib chiqamiz. Biz uchun kerak bo'ladi cherry pomidori, 2 xil qo'ziqorin, imbir, lime, limon, yog' hamda bizni ovqatimizni mazali qilib beradigan Morskoy Mir magazinidan oldik bu mahsulotlarni, chunki bu magazinda har bir mahsulotni magazin, ya'ni o'sha joyi egasi o'zlari tanlab, o'zlari nima deydi, отборный qilib tanlab olib kelar ekanlar va bu mahsulotlarni O'zbekistonda topish juda ham qiyin. Tom yamni bilasizlar, supini tayyorlash uchun million xil narsa kerak bo'ladi. Achchiq bo'ladi. Da, ishimizni yengillashtirish maqsadida Arodi kompaniyasidan ishlab chiqargan, ya'ni Morskoy Mirdan o'zini topasizlar, tayyor tom yamni pastasi. Ya'ni siz ham bemalol uyingizda tayyorlab, mehmonlarga achchiq vositalari ham bor deydi. Hammasi bor ichida. Va bizga kerak bo'ladi yana krevetka. Bo'lmasam ishimizni fartuklarni kiyib olishdan, taqib olishdan boshlaymiz. Fartuklarimizni kiyib tayyor bo'lib oldik ish uchun. Endi bo'lsa ishimizni, qozonimizni gazga qo'yib, yog'ni solib, mahsulotlarni qovurishdan boshlaymiz. Ungacha bo'lsa siz bilan suhbatimizni davom etamiz. Shahrizoda, o'zi oshxonaga kirib turasizmi? Yaxshi ko'rasizmi oshxonani? Oshxonani yaxshi ko'raman, lekin juda ham erinchoq qizman. Aha. Umuman kamdan kam kiraman. Oxirgi marta olov pazanda ko'rsatuvda qatnashib bir tayyorlaganman. Bir narsalar. Tak opitim kamroq, lekin ovqatlarni rosa ham yaxshi ko'raman. Ovqatlarda yaxshi nima ajrata olaman, yaxshimi, yomonmi. Dedim bu narsaga yaxshi, lekin o'zim tayyorlashga qiynalaman. Bugun sizdan ancha o'rganib olaman shekilli. Tom yamni ham o'rtoqlarim yaxshi ko'radi, atrofimdagilar, lekin men icha olmayman nimagadir. Men o'zim tom yam yaxshi ko'rmayman. Men yaxshi ko'rasiz deb o'ylab tanladim. Imbir обязательно. Imbir обязательно. O'zi imbirdan tashqari lemongrass, yana boshqa o'zini barglari bor, shunaqa ham ishlatilinadi. No, bizning O'zbekiston sharoitida unaqa narsani topish qiyin, shuning uchun biz optimal variantini. Mayli, men bu sousning ichida bor ekan-ku, menimcha hammasi qo'shilgan bo'ladi. Xo'p, yog'imizga imbirni soldik va biroz qovurib olamiz. Siz necha yildan beri shunaqa sohada ishlaysiz? Men sizga savol beraman. Men bu sohada kichkinaligimdan beri yaxshi ko'raman. 4-5 yoshimdan beri nima desam ekan, o'sha narsa pishirishlar, yonida qarashib yurishlar, shunaqa narsadan shug'ullanganman. Xo'p, Shahrizoda, sizni hozirgi kunda bizni kichkinagina qiz bo'lishingizga qaramasdan O'zbekiston o'sha nima deydi? Miss O'zbekiston deb taniymiz va siz hozirgi kunda juda ham ko'p tashkilotchilik ishlari bilan ham shug'ullanyapsiz, ko'ryapmiz. Qiyin emasmi yosh qizcha uchun shuncha narsa? Deyarli 1 yil bo'ladi modellik sohasida ishlamay qo'yaman. Biznesga o'tib ketganman. To'liq shu tashkilotchilik, organizatorlik menga qalbimga yaqinroqligini his qilyapman. Tom yamni pastasini ochib solamiz. Organizatorlik ishlari bilan shug'ullanamiz. Qiyin emasmi kichkina qizcha uchun? Bunaqa ishlar. To'g'risi rosa ham qiyin bo'lyapti, lekin shu biznes ustozlarimiz aytishi bo'yicha boshida 3-5 yil bitta sohani tanlasang 5 yilgacha qiyin bo'ladi. 5 yildan keyin sekin professionallik darajasiga o'tasan va 15 yillarda 10-15 yilda уже
haqiqiy shu sohada professional bo'lasan agar bitta sohani ushlab rivojlanishda davom etsang degan gaplari menga ko'p motivatsiya bo'lyapti. Masalan, o'zingiz ham 10 yil dedingiz-a? Boshida qiyin bo'lgan-ku, to'g'rimi? Konkurensiyalar bo'lgan, tushunmagansiz. Yo'q, biz boshlaganimizda konkurensiya bo'lmagan. Yo'q. Menda ham hozir deyarli konkurensiya yo'q. O'zbekistonda hech kim tashkillamaydi go'zallik tanlovlari. Lekin bilmaganim uchun, yoshligim uchun ozgina tushunmagan joylarim ko'p bo'lyapti. Demak, siz hozir modellik sohasidan endi biznes womanlik sohasiga ketyapsiz. Shunaqa, xudo xohlasa 30 ga kirganimda O'zbekistondagi eng yaxshi, eng muvaffaqiyatli biznes ledilar qatorida bo'lish xudo xohlasa rejamizda. O'zi yana bitta savol bermoqchi edim. Aynan Shahrizoda o'zini 5 va 10 yil ichida qayerda ko'radi degan savolni bugun sizga shuni aytmoqchi edim. O'zi men hayotda unaqa katta maqsad, reja qilib yashamayman. Orzu qilaman, shunchaki Xudodan so'rab yasharaman-da. Hammasi o'zidan o'zi chiroyli bo'lib ketaveradi. Lekin 10 yildan keyin menimcha turmushga chiqqan, farzandlarim va baxtli onasi hamda shu bir necha muvaffaqiyatli bizneslarga ega ayol bo'lsam kerak menimcha. Endi Shahrizoda savol bermoqchiman. Aynan modellar ko'pincha turmushga chiqqanda karyera yoki oila degan masala o'rtaga qo'yiladi. Agar sizga ham xo'jayingiz, turmush o'rtog'ingiz o'ziga yoqadi, yaxshi ko'rasiz, karyera yoki oila bittasini tanla desalar, qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? To'g'ri rosa ham fikrlari tez o'zgaradigan qizlardanman. Bilmadim taqdirga hali qanaqa bo'ladi, balki yaxshi ko'rib qolsam rozi bo'larman hammasidan ketishga, lekin hozircha shu paytgacha rozi bo'lmaganim uchun hali turmushga chiqmadim. Chunki shartlar asosida hamma keladi-yu, bir sovchilar bo'ladi, uchrashuvga chiqsangiz masalan, yig'ishtirasizmi degan savollar bo'ladi. Rozi emasligim uchun hali beri turmushga chiqmadim. O'zbekiston hududida modellarga nisbatan negativ fikrlar bor, ya'ni noo'rin fikrlar bor va bu to'g'risida sizni oila shunga qanaqa qaragan, qarshiliklar bo'lganmi? O'zi modellikka qiziqish qachondan uyg'ondi? Qachondan model bo'laman yoki bir kun uyg'ondingiz, siz model bo'lib qoldingizmi? Qanaqa bo'ldi? Aytmoqchi, reja asosida bo'lmagan. Bu narsa ham yaxshi ko'rardim shunaqa katta sahnalarga chiqishi, e'tiborda bo'lishi. E'tiborda bo'lishi. Yoshligimda e'tibor talab qilman. Juda ham shu narsalarni yaxshi ko'rardim va birinchi aktrisalikka o'zi kirib kelganman. Shu sohada o'qiganman. 5 yil musiqali maktabda, 3 yil san'at kollejida, hozirda madaniyat institutida aktrisalik yo'nalishda o'qiyman, lekin orada shu modellik sohasiga o'tib ketdim. Qarasam, bu menga juda ham komfortli ekan. Aktrisalikka qaraganda, ya'ni o'zimizga o'zimiz ko'proq modellik sohasida boshliq bo'lamiz vaqtimizga, boshqaga va komandada masalan ishlayotganda faqat ayollar bo'ladi. Menga bo'lak komfortligi uchun shu sohani tanlagandim. Endi modellik yo'nalishidan ham chiqib, sekin boshqa sohaga o'tyapmiz. Lekin ota-onam hamma narsada meni podдержка qilishgan. Hozir ham hattoki bo'ldi shu sohani yig'ishtirmoqchiman degan gaplarimga mayli bemalol ko'r o'zing, sinab ko'r o'zingni boshqa sohada deb ruxsat berib podдержка qilishgan. Xo'p, biz supimizga suvlarni solib qo'ydik, tom yam supimizga orada pomidor cherrylarni soldik. Endi qo'ziqorinlarni solamiz va biroz qaynatishga qo'yamiz. Xo'p, Shahrizoda, shu faoliyatingiz davomida endi aynan chiroyli qizlarga komplimentlar ham, qarashlar ham, nigohlar ham ko'p bo'ladi. Sizda shunga nisbatan qanaqa immunitet hosil bo'lganmi yoki bir o'zingizni xijolatchilik sezasizmi? Shu to'g'risida biroz gaplashsak. Yegan xushma qilmaydimi? Yo'q. Uyda ham ayamlar nimadir tayyorlasa, postoyan men cho'qilib turadigan nima odatim bor. Hamma o'z vazifasini qilyaptimi? Erkaklarga keladigan bo'lsak, faqat modellik sohasida o'zi model bo'lmagan hamma o'rtoqlarimda ham masalan restoranlarda o'tiramiz, u joyga boramiz. Chiroyli o'ziga qaragan ayol qizlarga baribir 90% qarashadi erkaklar. Bu narsaga vaqt o'tgan sari o'rganib ham ketdik desa ham bo'ladi, lekin men uncha sezmayman qarashganlarini. Demak, siz ahamiyat bermaysiz, ha? Yo'q. Tanishuvlar ham menimcha unchalik ko'chada bo'lmaydi. Ko'chada aynan endi bilaman, Instagramda negativ fikrlar, kommentariyada negativlar bor. Shunga qanaqa qaraysiz va ko'chada kimdir kelib sizga shartta yuzingiz gapirgan holatlar, sizni bir noqulay ahvolga solib qo'ygan holatlar bo'lganmi?
iloji boricha xalq orasida bir o'zim yurmayman, masalan, odamlar ko'p joylarda. Man yurgan joylarda, ko'p joylarda shunaqa intelligentniy odam o'zi kelib bunaqa yomon gap gapirmaydi hech qachon. Qanaqa odamlar gapirish mumkin? O'qimishsiz, masalan, omili yetmaydigan odamlar bo'ladi-ku, har xil. Hammani o'ziga xarakteri, tarbiyasi bor. Shu menimcha tarbiyasi kamroq odamlar gapiradi bunaqa gaplarni. Lekin Xudoga shukr, hali hech qachon bo'lmagan hayotimda kimdir kelib noqulay ahvolga solib qo'ymagan.